Oynamana aytdim. Şey, ko'cha ishlar ketyapti. Narsa aytaman, yo'q qo'ying sochim. Bu to'rlarda yozuv shu tosh qabr toshlar. Shu toshga kim rivoyatlar bor. O'sha rivoyatlar nima yetar ekan chin ko'zdan niyat qilsa agar. Shu narsa bu yerda ishlatsiz ishlarni mana bu yerda tosh qo'yiladi, tosh yerda turibdi. Podvalga kirsa bo'ladi yana o'shani qabrlar aslida odamlarni oyoq ostida bo'lmasin degan mavzuda mana bu yerda tepada tosh qo'yiladi. Qabrlar shu tosh tagida. Hozir ishlar bo'lyapti. Hammasi ustalar ishlayapti. Kecha kunduz mana shu yerga ko'rdim. Hamma narsani ustalar toshlarni g'ish berib ko'rgan ishlariga Allohim barakatini bersin. Mana shunaqa joy ekan bu yer. Qabriston bir ekan. Katta emas. Yangi emas, eski emas. Shunalarni odamlar shu yerga ko'milgan bo'lsa kerak. Shunaqa joylar bor ekan. Paslarda odamlar o'tirib dam olgan joylar qozonlar qo'ygan qatorlab odamlar masalni kelib karavotlar bor o'tirib dam oladigan joylar bo'lgan. Nanaga chiqasizlar, chiqib yana biroz teparoq Murchibolo tomon yurganda 3-4 kilometr. So'ra qo'yilgan. Odamlar kelib biroz dam olib chiqib ketdilar. Mayli, salom bilinglar. Salom